Uzmilliy bank AJ Qiziltepa bank xizmatlari markazi bilan bir kontur bir mahsulot tamoyil asosida Qiziltepa tuman Ziyokor mahallasi hududida joylashgan 10 gektarlik yer maydoniga sho'li mahsuloti ekilgan bo'lib, bu yerda 11 ta ijarachiga salkam 1 gektar 1 gektardan yer ajratilgan har biriga. Hozirgi kunda mana sho'li mahsuloti ekilgan, unib chiqqan, parvarishlab jarayonlari boshlangan. Bu 150 kun davomida yetishtirish amalga oshiriladi. 150 kundan keyin yana 20 kunlik davr mobaynida bu yerda qo'shimcha yana oziqlantirish hamda o'rib olish, yig'ishtirish terimga boshlanadi. Bundan tashqari bu yerda hozir kutilayotgan natija bo'yicha har bitta o'sha ijarachiga, 11 ta ijarachiga yuqori daromad olish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerda Ahmadobod 2020 fermer xo'jaligi bilan birgalikda agregator sifatida ishtirok etmoqda hamda ushbu loyiha amalga oshirilmoqda. Hozirda mahsulot unib chiqib, o'zi parvarishlash, yuqori daromad olish uchun hamma shart-sharoitlar qilinib, parvarishlar olib borilmoqda.